kinna va o'qitish haqida shariat nima deydi? Bor narsa. O'qitish ham, kinna ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonasida bir sahobaga zo'r kiyim oldi. Kiyim oluvdi, boshqa sahobalar yarashdi, zo'r kiyim olsanmi dedi. Yiqilib mazasi qochib qoldi. Ko'zinglar deydi, endi o'zinglar o'qinglar. O'zlari sahobalar o'qidi, Fotihani, Ixlos bu yo'q sizlar nima qilishdi, yaxshi bo'lib qoldi. Yo'q narsa bu darajada dinimizga kirib ketmaydi. Bor. Har bir inson o'zi shu duoni o'qib nima qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bir xil odamning qo'li em bo'ladi. Endi buni bunday devorsak, ertagini o'zimizni kina soladigan bo'lib qolsa, endi uyalib yuramiz. Bu bor. Yo'q dedi o'zi, endi nima keldingiz deb. Keyin haq olish to'g'risida ham bir hijrat paytida safarda bir ayolni bolasi betob bo'lib qoldi. Sahobalarning oldiga kelib, "Bolamni o'qib qo'ymaysizlarmi?" O'qib qo'yishdi. O'qigandan keyin hali xotin bir kichkina qo'yini so'ydirib, go'shini berdi ularga. Yeb qo'yishdi-yu, va bu o'qiganimiz uchun berdi. Bu nima bo'ldi endi buni go'shi? deb shubhaga tushib qolishdi. Keyin Madinaga kelib payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga aytganlarida, "Ha, o'sha go'shtdan menga ham olib kelmabsizlar-da" degan ekanlar. Demak, buni halolligi chiqadi.